Xorazmning ko'hna Urganchida odam ko'pligidan yer titraydi. Shaharning o'zi esa dengizga o'xshaydi. Xo'sh, 14-asrning eng mashhur sayohatchisi Xorazm haqida nimalarni qayd etgan? Xorazmga tashrif buyurgach, Ibn Battuta uni turkiylarning eng katta va gavjum shahri deb ataydi. Ibn Battuta ko'hna Urganchning ulkanligidan hayratga tushadi. Sayohatchi shaharni mavjlanayotgan dengizga o'xshatib, shahar odamlardan titraydi. Bozorda esa yo'lovchi olomon ichida qisilib qoladi. Oldinga ham, orqaga ham yura olmaydi, deb yozadi. Shuningdek, Ibn Battuta Xorazmning O'zbekxonga bo'ysunishini va uning amiri tomonidan boshqarilishini ta'kidlaydi. Sayohatchi qadimgi xorazmliklarning odobli, saxiy va chet elliklarga nisbatan do'stona munosabatidan hayratga tushadi. Ibn Battuta hayot tarzini ko'rsatadigan mayda-chuyda tafsilotlarni ham alohida qayd etadi. Muazzinlar namoz vaqtini eslatish uchun qo'shni uylarni oldidan aylanib chiqadilar. Shahar tashqarisida Jayxun, ya'ni Amudaryo oqadi. U qishda oylab muzlab qolishi mumkin, deb yozadi mashhur kashshof. Shuningdek, Ibn Battuta Xorazmda buyuk olimlar va sufiy avliyolarning qabrlari e'zozlanishini alohida qayd etadi. Sayohatchi Xorazm qovunlari jahon savdosining bir qismiga aylanib ulgurganligiga, ularni kesib, quritib, qimmatbaho sovg'a sifatida Hindiston va Xitoygacha bo'lgan uzoq mamlakatlarga yuborilishi haqida ham ma'lumot beradi.